o'rtada o'tirib, xuddi o'zida olinga, akalariga, opalariga havas qilib o'tirgan bolalar edi. Men bitta gap aytaman-ku, kimga qo'shilsang o'shaga o'xshab qolasan deyman-ki. Mana shu o'quvchilarimiz bu hamma o'quvchilarimiz emas. Bular o'zi bitta sostavida, o'zlari bitta guruh bo'lib yuradigan, o'tam to'da o'zini sostav bo'ladi ekanman. Xuddi shunaqa edi bular. Hammasi o'qiydigan bo'lib bo'lgani uchun hammasi natijasi havas qildi. Hammasi xudo xohlasa video ishtirok xalqi bo'ldi bu. Mana sertifikatlar ko'ryapsizlar, havaslanib sizlar. Bilib qo'yinglar. Mana bu yerda bir minut kech ketish, bir minut oldin ketish bu ish narsani hal qilmaydi. Hozir birov dars qoldiradi, men deydi, dars qoldirgan o'zini shundan bahona yasab olay. Dars qilmasam ham bo'ladi, uyga vasam qilmadim-ku. O'tgan dars kelmaganman. Bu testdan yiqildim, o'tgan dars kelmaganman. Bilib qo'y bir narsani. Darsga kelasanmi, kelmaysanmi, o'sha mavzularda hammasini o'zgartirib ekansan, natija kutma. Bida nima uchun yurganing esdan chiqmasin. Bida nima uchun yuribsan? Mana shu yuzing yorug' bo'lib bitta eng katta maqsading o'qishga kirib, o'sha diplomchani olib, hammaga foydasi tegadigan, hamma havas qiladigan, oxiratdan kiyib olib, hamma sog'lig'iga javob beradigan, bitta yaxshi, qo'li yengil, hammaga foydasi tegadigan doktor bo'lishni xohlab kelgansan. Lekin mana shu arzimagan mayda-chuyda xatoing uchun bir umr afsus qiladigan natija bo'lishi mumkin. Ya'ni dars tugamasa, javob so'rab, qochib ketib, bo'lmasa kasal bo'lib, bahona qilaverib, yo u bo'ldi, bu bo'ldi deb bahona qilib darsga kelmaslik, darsga kelib vazifa bajarmaslik, hammasi yig'ilib, mana shu orzu qiladigan narsalarni yo'q qiladi hammasi. Mana shu narsalar yelish o'zi asli unchalik qiyin narsa emas. Lekin mana shunday mayda-chuydaga yetib yurmaganlik uchun qiyinchilikka aylanib qoladi. Yana aytaman, mana shularni ko'r havas qil. Ular chaqirmadim, o'zlari kelgan, hurmat qil. Hamma shogirdlar bunday bo'lavermaydi. Birovlar iltimos qilib chaqirib olib qo'ymaysan. Shuncha o'qitsa, meni qilsa, men qilib berasan. Shu o'qitayotgan hech qilmasa yomon urishmaymiz. Hamma o'quvchiga mehrimiz tushadi. Yaxshimi, yomonmi? Yomon bo'lsa yaxshi bo'ldi urishamiz. Nima qilayotgan bo'lsak, sen foydangga qilamiz. Yomon gapirgan bo'lsak, sen yaxshi bo'lsin deb gapiramiz hamma narsani. Shuni tushunib, jiddona o'qisang, mana ertasan. Sizlar katta rahmat o'qib kelganlaringiz, juda xursand bo'ldim hammalaringdan. Omadlaringizni bersin. Xudo xohlasa, o'sha kirpam bizga bolalarga motivatsiya bo'lishi, o'sha videoni oldida oxirlachadi, shu hammalaring nasib etsin. Menga tashlaysizlar, xudo xohlasa. Hammalaring o'zlaringga omad. Nasib etsin.